Assalom otalar baxtim posboni, assalom onalar fidoyi joni. Assalom bolajon iqboli porloq, bugun ilk bayramga yetishgan quvnoq. Ustozlarning o'gitini dilimizga joyladik. Dilda hayajon bilan bayramimiz boshladik. Assalomu alaykum aziz mo'tabar muhtaram ota-onalar, ustozlar va o'quvchilar. Barchangizni bugungi dilbandlaringizning shodligi va quvonchi bo'lgan savodxonlik bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, bolajonlarga baxtli davron, porloq tole, nurli kelajak tilaymiz. Endi esa ana shu tantanani ochish, bolajonlarni qutlash uchun so'zni direktor o'rinbosari Boy Olimovichga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar. Mana shu bugun jajji kichkintoylarimizda savodxonlik bayramiga, tadbirimizga xush kelibsizlar. Bu tadbirimizda mana 6 oy muddatda, yarim yil muddatda jajji kichkintoy farzandlarimiz o'qishni, yozishni alifbeda tugatib, o'qishni, yozishni o'rganishdi. Kelgusi hayotlariga omad tilaymiz. Qolaversa mana shu kirib kelayotgan yangi yil barchamizga qutlug' barokatli kelsin. Bayramni ochiq deb e'lon qilamiz. Xush kelibsizlar. Bilimdonlik bayrami doim bo'lsin an'ana, bilimdonlik bayrami. Bilimlar mamlakatin mehmonlarin kutamiz. Dono burro so'zlashar, bizlar quloq tutamiz. Endi davramizga bayramimiz sababchisi bo'lgan jajji birinchi sinflarni taklif etamiz. Marhamat. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar, ona vatan bag'rida baxtin topgan lolalar. Ona yerga muhabbat yosh avlodning dilida, madhiyamiz yangraydi bolalarning dilida.
yildan birinchi marta maktabga qadam bosib kelgan edilar. Bugun bilimlar mamlakatida sayr qilib yurishibdi. Bilimlar mamlakatida bemalol yurish uchun harf tanimoq, o'qish, yozishni bilmoq zarur. Keling, bolalarga so'z berishdan avval alifbeni chaqirsak. Assalom bolajonlar, aqli soz bilag'onlar. Bugun shodlik muborak, savodxonlik muborak. Alif be ruxsat bersa, harflar tilga kirsa. Bilimlar mamlakati boshlanar alifbodan o'tishda do'stimiz bor. Bizlarning alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirdi, odamlardek so'zlaydi. Asal davo deydilar, asal yeganda tilar yana asal yeydilar. Botir baliq ovladi, bankasiga joyladi, bobomga beraman deb kattasini sayladi. Damin dalaga chiqib dov-daraxtga qaradi, boboshidan o'rganib boy yaratmoqchidi. Ergash erkin erali, erta turib yugurdi, endi qolishmas vali uyqusini dondirdi. Farhod Farida Farruh tortar dam-badam oh til rasmini chizolmay chekishda g'am anduh. Gulzo olab gulnos gullar terasida mehrini qo'shib dildan esadi zo'r guldasta. Hali kerasiz Halimaning holini qorin ishlab kelasiz uni ekkan bor. Itim barnobi bo'ylar qop-qorajli bo'yinroq irila uzundan bo'ladi dedi o'rtoq. Juda boqar Jamila sariq qora ola bular jo'jalarning ichida o'z doim ovora. Karim kiyik kakkuni rasmini chizib keldi. Kitobda so'rani bildirmasdan yetib keldi. Laylo Barxon juda qaran ikkovlon o'yin o'ynar ajralmas bo'lib tildan qadrdon. Moshvoy mahalla mushugim oftob ko'rsa quvonar, tirnab uyning eshigin hovlida ko'zi yonar. Nondir aziz zo'r ne'mat, bobolar qadrlang der, nonni aylagar hurmat, nondek aziz bo'lar bil. Oydinda oydin olgul, oy mamlakatimizda atqashimiz oqil deb oy mamaga o'z savol berdi. Paxta jon sen bilan to'lsin xirmon, kiyim kechak yo bo'yoq sendan bo'lsin begona. Qodir Qosim qalindoz qor bo'ron o'ynaydilar, qor bobo yasab tunda suvga tayyorlaydilar. Rasm tizadi raqqosa raqs tushar raketasi san'at undaqa batir uchar. Salam soat so'radi sabohat dedi qaba asta qo'lin uzatdi yurilib qolsa deb zo'ra. Tursin vaydi jo'jasi 9dan oshib ketdi. Tursin vaydi tovog'i unga qo'shilib ketdi. Uzun beg'olmasi uni ekan agasi bu dumog'larni chag'lam yo'qdi. Vali varra kesabon kekki turdi chinon Vasilaning varragi baland uchar begumon. O'rik o'g'illab bog'dan O'rinboy qochib qoldi. Oldisidan chiqqan bobolar hayron shoshib qoldi. Menga jo'qa sanjiz saytil mo'ja o'xshaydi. Otga beldim qo'ysangiz ot emas o't bo'ladimi? Ha, ana g'ulom g'ildirak dumalatar tinmayin onasi bo'lib halak o'qing. Asli juda ko'p bo'lar daraxtlarda yer harfi ham cho'zmani eslatar ayu shohlar ayu. Xolbek Halil xotaning xolinsa xolasi bor, adashtirmay qizning aziza ammasi bor. Zamiraning zontiga buzilib qoldi, tezda zochirini tuzatib rahmat oldik sizdan. Shahloxon shalola, aytbu rayhon bilola, tabiat zo'raytgan qizil yoqut piyola. Charas chamanchingni ko'rchirtin mani chaladi, esda qizlar butkul o'ynagani keladi. Badring ko'ngga singilda niyni qo'shib aytamiz. Alif mana oxirida endi shunda to'xtaymiz. Aloch qizdan xonjida o'qiydi, o'ziga o'xshab chiroyli go'zal she'rlar o'qiydi. Alif boqiyoshi xablarga kavo boshi akbar aziz Ali ata boshladi bavi. Bilimlar mamlakatin makon aylaganimizda tazmu rahmat deymiz sizga aziz ustozga.
yosh avlodni o'ylagan, baxtimizni so'ylagan, sog' omon bo'lsin boshi, rahmat senga yurtboshi. Bilim olish yoqadi demaylik, charchadik sal barcha fandan olamiz shondomiz. Go'yo yuzimiz oftob, bizni doim bezatar, go'zal xulq, yaxshi odob. Bo'lsin doim osuda, ona zamin albatta, osmon bo'lsin mushaffaf, biz yona yurtda. Aziz ustoz uchun bo'ling doim salomat, ta'zim sizga, hurmat sizga, ustoz sizga ko'p rahmat. Rahmat sizga ustozim, bizni jonlantirdingiz, ongimizni uyg'otib, bilim saboq berdingiz. O'g'lim qizim deya birdek suyasiz, halovatdan bizni ustun qo'yasiz, ko'ylingiz qordek oq daryoyu azim, mehribon ustozlar sizlarga ta'zim. Mehribordir dilida, ruchkasi o'ng qo'lida, qo'lidagi dilida, tarbiyachim ustozlarimga bir salom. Rassom rasm chizadi, raqqosa raqs tushadi, ketesam. Ayt unda qay batir uchar. Aytgan. Alif vada bor, necha harf o'yla aqling qilib sar, go'yoki burni bor, har bir harfning o'rni bor, har bir harf buyuk erur, har biri juda zarur, adashtirmagandir. Har savat senga bo'lsin yor. Shuning bilan harflar kalomi bitdi, sizga aytar she'r u salomi bitdi. Men sizga birinchi kitobdirman, ongingizni yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz, o'qish yozishni bilgan, ongingiz ham rasosiz. Endi boray dam olay, sizga baxt omad tilay, ongingizni charxlash uchun o'qish kitobni chorlay. O'qishni seving mendek, chin yurakdan o'qingiz, hikoya ertaklarni mag'zin chaqib o'qingiz. Xayr, xayr bolalar, meni sira unutmang, g'ayrat bilan o'qingiz, nasihatim unutmay. Salom yangi do'stlarim, erka qora ko'zlarim. Bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qib o'qish deydilar. Mendagi har mavzuni mag'zin chaqish deydilar. Meni asta varaqlab, mazza qilib o'qursiz. Ibrat olib so'zimdan xalqimizga yoqursiz. O'qing meni ardoqlab, men do'stingiz bo'laman. Qo'lim berib sizlarga yoningizda qolaman. Menman ona tiliman, elim dono tiliman, onalar sof vijdoni, otajonlar diliman. O'qing meni varaqlab, yurakdan hurmat saqlab, ona tilim sehrini ardoqlab, sevib yoqlab, tilimiz xazinasin sizga asta ochkim bor, ona tilim sehrini marjon kabi sochkim bor. Matematika o'zim quyoshday issiq yuzim, raqamlardan boshlanar tinglasangiz gar so'zim. 10 ta raqam jomenda kerakdirman har yerda, aqlingizni chaqlayman har misol har amalda. 21-asr kibernetika asri, bilimdon donolarga ochiqdir bilim qasri. Men sizga do'st bo'laman, hamdam ham do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib, to'g'ri amalni bilaman. Aziz o'quvchilar, mana kitoblaringiz bilan tanishib oldingiz. Endi san'atingizni ham namoyish etib, mehmonlarni xursand qilsangiz. Qo'shiqlar yangrayversin, kuylar jaranglayversin, davramizga marhabo kelaversin Qorbobo. Bolalar, keling Qorboboni chaqirsak.
bugun mana tavakkal bayramlaring ekan-a? Qani ko'raylik-chi, qanaqangi so'zlar, she'rlar o'rgandilaring. Ko'rib tomosha qilamiz. Chiroyli aytgan o'quvchilarga sovg'alarim bor. Salom aziz o'quvchilar, men Qundoq qor qizman. Qorlar ichidan kulib keldim. Bu yerda harflar raqsga tushyapti, so'zlar esa tabassum qilyapti. Buning uchun ustozimizga rahmat aytamiz. Ota-onalarimizga qarsaklar bo'lsin. 2025-yil bilimga ilk qadam qo'ygan yilingiz bo'ldi. Alifbe sizlarga o'qishni, yozishni o'rgatdi. Biz kichkina bo'lsak-da katta bilimlar sari qadam qo'ydik. Endi o'rnimni 2026-yilga bo'shataman. Men 2026-yil bo'laman. Bugun men Alifbe bayramida faxr bilan turibman. Kitoblar sizga doim do'st bo'lsin. Izlaring kelajakda vatanimga foydali inson bo'ling. Qorbobojon, bayramimizni o'tirib tomosha qiling. Bolalar kuylar va raqslaridan bahramand bo'ling. Rahmat, bolalar. Endi e'tiboringizni sahnaga qaratamiz. San'at va mahoratga birga guvoh bo'lamiz. Marhamat. Nima qildim o'zing yovuz jahonim, o'zimga ber o'zim sulton, sen taxti zayvonim, yolg'izim yagonam deyman, topilgan kashonam deyman, o'zing meni ulug'larda ulug'misan vatanim. Asal toyim, shakar toyim, tursang sog'lom bo'lasan. Egilguncha sizga yuzingni yucha chiqar. Tur asal toyim, tur shakar toyim, ey beshafqat dunyo, menga achinma go'yo, charchab keldim shudam, tinch qo'ying voydod. Tur bolam, endi bo'ldi. Tashlaringni tayyorla, yozishni bilish kerak, o'qishni bilish kerak. Olim bo'laman desang, yotib olib o'qish kerak. Mendan xavotir olmang, yumshoqqina do'stim bor. Mana Issiqjon polvon. Xo'p, mayli. Voy, dod chiqmayapti. Allo, doktorjon, tezroq yetib keling. Men bu dardni bilaman, nomini aytib beraman. Uning nomi dangasalik, yotish, uxlash, ish qilmaslik, dardingni bitta yo'li, boshingni judo qilish. Nevarajonimga temin, aralashmang ishimga. Agar ertalab tursang, maktabga mehr qo'ysang, kitoblarni o'qisang, dangasalik qilmasang, bu kasallik ketadi, yostiq uchib ketadi. Agar ertalab tursam, maktabga mehr qo'ysam, kitoblarni o'qisam, dangasalik qilmasam, ota-onamni xursand qilsam, bo'pti mayli, men bora qolay, darslarim qila qolay. Yana lapashot pallalar, qarang davra qizidi, o'ynaydigan pallalar. Endigi navbatni shu qizlarimizga beramiz. Ular ijrosida assalom raqs. Joningizga xudojonimiz, baxtlarga to'lsin, ro'ylab aytadim zabonim.
bo'lsin, vaqti doim chog' bo'lsin, qo'shiq kuylar bor bo'lsin, bayramingiz soz bo'lsin. Kela qoling bolalar, davramizga marhabo, bilimdon mehmonlarga deymiz ming bor tasanno. Davrada sho'x yigitlar raqsi. osmoning bilan, totli davroning bilan, gul chamanzoring bilan elda dostonsan vatan. Sharqda tanhosan o'zing, xalqi donosan o'zing, porloq yo'lchi yulduzing, elda dostonsan vatan. Sahnaga jajji qizlarimizni taklif etamiz. Ular ijrosida guruh raqs. Let's get good, this letter man.
Aziz vatan, faxrlarga to'laman. Unib o'sib bag'ringda senga qalqon bo'laman. Yigitlarimizni chorlaymiz. Ular o'zlarini o'yinlaridan bahramand bo'lamiz. Dunyoga vatan bog'u bo'stonim, dunyo turguncha turing, doimo obod bo'ling. Davrada go'zal qizlar raqsi Javohir. Shosini. Endigi da'vatni valisga beramiz. Marhamat. Ota-onalar uchun, farzandlar uchun o'yin bo'ladi.
deseler buncha azaplar berasan sen bana. Yangi quvonch baxt berib, omad quvonch baxt berib kirib kelsin yangi yil. Hammalarni yangi yil bilan tabriklayman. Kartoshka man bilsangiz, mazaliman yesangiz, kuzda ko'plab olasiz, ko'p ovqatga solamiz. Yangi yilga hammaga omad, baxt tilayman. Salin soat so'radi, Sabohat dedi qara, asta qo'lini uzatdi, yurib qolsa deb Zora. Bizga ham g'a harf tushgan, g'ani g'ulom g'ildirak, dumalatar tinmayin, onasi bo'lib xalak o'qing deydi kunma-kun. Hammalarni yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Navnihol bog'larning bog'boni, niholga fidodir ming joni, ilm talab karvonning sarboni, mehribon ustozsiz ustoz, har ko'zga bag'ishlab ziyonur, qalblarda joylaysiz hikmatdir, bilimdan orzular ishalur, mehribon ustozsiz ustoz. Qoqilsak ayaysiz suyaysiz, nazardan qochirmay qaraysiz, biz olqish olsak siz yayraysiz, mehribon ustozsiz ustoz. Sizdan kim tinglasa bitta dars, toki tandajon unutmas, nomingiz abadiy muqaddas, mehribon ustozsiz ustoz. Rahmat. Yangi yil bilan hammalarni tabriklayman. Ming rahmat. Muxlisaxonni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Şair bu atlas mıdır? Kelmana şair bu atlas mıdır? Özbeklik kızları tartışılmaz mıdır? Özbeklik kızları tartışılmaz mıdır? Atlas yamasmaz mıdır? Hozirgi navbatni yigitlarimizga beramiz. Ular ijrosida do'ppi raqsi. Oyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa Marg'ilon cho'qqisi. Oyimda qolar Everest cho'qqisi, boshimda tursa Andijon cho'qqisi. Tog'lardan mag'lubman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qqisi. Tog'lardan mag'lubman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qqisi. Men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qqisi.
Qilmaysin, o'g'ilmaysin, ustozga uloq solmaysin. Davramizga barcha o'quvchilarni taklif etamiz. Marhamat. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Sababim mehrim, ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam poyida, otamning duvoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalidisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalidisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalidisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Mubinaxon. Irodaxon. Irodaxon. Muhammad Ro'zi. Muslimaxon. Murodjon. Anvarjon. Muxtasarxon. Savod o'rgatish davrida menga yaqindan yordam bergan hamma ota-onalarga o'z minnatdorchiligini bildiraman. Bundan keyingi o'qishlarida ham sizlarda o'rnlaring, alohida o'rnlaring bor, yordam berib turasizlar degan umiddaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Farzandlariga tilaklari bor ota-onalarni taklif qilaman. Hurmatli bolajonlar, ota-onalar, hammalaringni savodxonlik bayramlaring bilan tabriklayman yana bir bor. Bundan keyingi o'qishlaringda hammalaringga ulkan zafarlar tilayman. Ota-onalaring orzu qilgan farzandlar bo'lib, otalaringni, bobolaringni yo'llaridan yurishlaringni tilab qolaman. Ustozlari, sizga ham rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz o'qituvchilar. Hammalarini kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Tanjonlaring sog' bo'lsin ustozlar. Mana birinchi sinfda o'ng qo'l chap qo'llarini tanitgan ustozi Shahnozaxonga rahmat deyman. Hamma ustozlarga rahmat deyman. Bularni yonida turgan mana shu maktabimizni bosh direktori o'g'limga otini topolmay qoldim. Tanjoni sog' bo'lsin, hamisha bolalarini baxt kamolini ko'rsin. Hamma o'qituvchilar tanjoni sog' bo'lib, mana shularni Xudoya bitirish yillarida ham hammamiz qatorimizdan xato bo'lmay sog' salomat kelaylik Parvardigor. Jaji o'quvchilarim ham katta yigit qizlar bo'lishib, katta o'qishlarga kirishib, tanjonlari sog' bo'lib, o'ynab kulib sog' salomat yursin. Yangi yil hammaga baxt, omad keltirsin. Kelganlarga rahmat. Shahnozaxon oz bo'lsa ham qizga ham, Diloraxonga. Oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasizlar endi. Mana. Bolalarimizni quvonchiga yanada quvonch qo'shib, Qorbobomiz ko'plab sovg'alar olib kelgan ekan. Sovg'alarni tashkillab bergan ota-onalarga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bolajonlar, sizlarni she'r va qo'shiqlaringni eshitib juda ham mazza qilib tomosha qildik. Ana endi sizlarni sovg'alar bilan taqdirlayman. 22-26-yil barchamizga omadli, baxtli yil bo'lsin, bolajonlar.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar, aziz ota-onalar. Bugun mana savodxonlik bayramiga to'plangan ekanmiz. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu hamma ustozlarga sihat salomatlik, uzoq umr tilayman. Mana shu Shahnozaxon, mana shu bolalarga ilm berdi, bilim berdi, mana ko'rsatuvlar, mana hozirgi nomerlarni ko'rsatdi. Mazza qilib dam oldik. Hammamiz. Tanijoni sog' bo'lsin Shahnozaxonda, yutuqlari bardavom bo'lsin. Ilohim farzandlarini baxt kamolini ko'rsin Alimardon bilan. Ilohim to'ylarga, yaxshilik kunlarga buyurib nasib qilsin. Endi haj safarlariga borish nasib qilsin ilohim. Kelganlaringga rahmat hammalaringni. Mana shu savodxonlik bayramini tashkillagan maktab direksiyasiga, hamma ustozlarga, qatnashgan o'quvchilarga chuqur minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Mana shu yangi yil 2026-yil hammalaringga baxt, omad olib kelsin. Ushalmagan orzularing mana shu yilda ushalsin. Hammalaring niyatlaringga yetinglar. Mana jajji bolajonlarimiz kelajakda oliy o'quv yurtlariga kirib o'qisin. Hammalari O'zbekiston vataniga xizmat qiladigan yigitlar, qizlar bo'lib yetishsin. Ilohim hamma ustozlarga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tashakkurlar aytamiz. Kelganlaringga rahmat. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Mana videochilarda ham tanijoni sog' bo'lsin. Mana shu ustozlarga sovg'amiz bor edi. Mana shu sovg'alarni qabul qilgaysizlar. Dora, kimga? Bunisi Shahnoza, barcha ota-onalar nomidan oz bo'lsa ham sovg'amizni qabul qilasizlar. Shahnoza, ko'taralmaysiz. Diloram, sizga ham rahmat, tanjoningiz sog' bo'lsin. Farzandlarimga bilim berishda charchamanglar. Ota-onalar nomidan qabul qilib olasizlar. Rahmat. Endi ota-onalarni farzandlari bilan birgalikda raqsga taklif qilamiz. Marhamat.